Xullas aka, mana masjidga borib, 8 etashkali dom tushadi. Pulini to'lashingiz bilan 6 oyda kart qo'lingizga topshiraman. Qo'shnilar uyichiman bu. Bunlar xavotir olmang, hammasi ketadi, hammasi seks bo'ladi. Pulini to'lasangiz bo'ldi. Hammasi chotki bo'ladi. Menga ishoning. Menga ishoning, 6 oyda o'sha uyingiz kartni beraman. Hozir 1 minut aka. Bu meni sodda ahmoq deb o'ylayaptimi? Yo'q, hozir men bunga pulni bersam keyin qidirib yuraman. To'shni mashinalik, quruq yerga pul so'rayapti. Bo'ldi aka, men sizga aloqaga chiqaman, telefon qo'yaraman. Olmasangiz nima qilasiz aka, shuncha vaqtimni olib? Bosh to'lovingiz bormi o'zi? Bor, ozgina yig'ib qo'yganim bor. Oyma-oy qanchadan to'la olasiz? O'sha oyligiga qarabdi aka. Agar vaqtida to'lamasangiz, penya foizlar ham bor. Ha yo'q, qo'shilib ketadi. Qo'shilib ketadi. Agar shartnomani bekor qilmoqchi bo'lsangiz, to'lagan pullaringizdan foizini ham olib qolamiz. Men bergan pullardan olib Siz qolasiz. bergan pullaringizdan, albatta. Men bergan pulimni olib qolarmish? Yo'q, g'alati. Bu yerdan ham qochish kerak, qoch. Men o'ylab ko'rishim kerak ekan. Xo'p, sizga telefon qo'yaraman, xo'p? Mayli, o'ylab ko'ring. Nurhayot uy qurish kompaniyamizning shartnomadagi shartlar sizga ma'qul kelyaptimi? Domla tayyor qurilgan. Remontlari bilan podключ berishar ekan. To'lov turlari ham ko'p ekan. Menga juda ma'qul kelyapti-yu. Olamiz, ol. Menga ma'qul kelyapti. Bitta shartnoma qilib yuboramiz. Oldim. Keling unda. Oling shartnomani.